Mening dadimjaq og'illa. Lekin patarda cho'qim bayib ketaman. Kim? Voy, jur'atsiz ekansiz. Men Amrigan. Nimancha avar bo'lgansiz? Avar olmayamisa, o'g'lim yaxshi oziqlanmas bo'lamdi. O'tab bering, Saran. Haqqingiz sattirmamdi. Hech kim anglamaydi jinim. Eringiz olsa allaqachon qavoxonda mas'ul yetib qoldi. Nima ko'rdingiz? To'qmish tomamda. Qarasam g'arq emas. Shu men g'ibbi bu kelishim. Hejib o'sh bo'ldim Alloh taolabqa. Ichishdan boshqani bilmagan. Voy jinim. Og'zingiz nima ichdik sizni, ha? İşte olmam deyemse, onunla tegip kalganımga mın pişayminim ba. Ya ko'nglimni olamisa, ya o'zini xush qilamisa. Bo'ldi qiling jinim, ha? Agar hushyorroq birasiga tegib qolgan bo'lsangiz, ba'zi ishlarning hududini qanday chiqardingiz? Osh, hamma sizning kasobatingiz. Na'dinmi tanishtirdingiz uni? Bo'ldi qiling. Yeningizda mana men bor, ha? Oy. Dolqun bu, ha? Nima bo'lganda bu? Ha? Dolqun? Dolqun tura. Hey, Dolqun? Tura. Tura. Nima bo'ldi? Ha? Hey, ko'zingni acha. Ko'zingni och deyman. Hey, Dolqun. Tura. Hey, Dolqun, tura. Hey. Sta. Bek mas'ul ketibsa. Tura. Mushundoqmi ishgan bu maraqni? Jir. Dilxumar! 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 Voy, kim o? Men, Dolqundan kelgan. Voy, kim o? Voy, men. Men Dolqunga mariq ish mas'ul qopdi. Voy, nim bo'pti buningga? Asta chiqroq ishib ko'chada yetib qopti ekan. Men keldim. Jir. Uyga kirib deymi? Ha? Voy jon, mushad yetqizib qo'ying, ha? Ma'qul. Mishadlaysan. Shundoq mas'ul ham bormi? Qarang, buning masligini. Yata. Dilxumar, men qaytdimsa? Sizni avar qildik. Yo'q, hech qisi yo'q. Xo'shamsa? Vey, kunda ichishni bilgan bundaq yashiqchi o'lsangchi. Bozorunga chiqmay tek yetibsan-ku. Isat sendek erbog'icha. Ne qari so'rinib yurgan. Nim davatsa, ha? Hey, bundaq yashiqchi ulvasan olmamdi. Qara aptinga. Soqilingni ammag'i necha topdi. Negili qarisi eshakdek ig'inib yurgan. Teyasını içişini bilgen. Vallahva. To'liq qapsima. Oy, Saran aroq geç. Men suv chashqirak bo'ldingmi? Hey, mava uydichi qo'sqimiz osh qilyapti, osh. Mava bal o'lay dedi. Ko'cha xotin balarini boqamadim, sazoyi deb chiq. To'liq qapsima, hey Saran. Saran degan sen. Sen o'xshash ishtini topamiz xotinning paypig'ini tartib kelganini Saran deydi.
Hey, to'la so'zlama. Az topsam bu kunimiz yomon emas o'tyapti-ku. O'zimni o'ngshi vaqtcha meni gunohli qo'yamsan yo'q. Divanchilik qismi kun degan o'tadi. Uningdan ko'ra ajrat og'inaga qarab baqsan bo'lmanda. U ayolga qarab baqa, o'ylarga qarab baqa. Sen shularga o'xshash pul topsan bo'lmanda. Ya ayollar bilan choy o'ynayolmagan, ya o'yin tomoshaning tayin bo'lmagan. Kiyim-kechaklarimning hammasi modada qolgan kiyimlar. Bu oyda oxiri o'ltirsan-ku meni. Hey, Shuhrida, senchilik kiyolmaydigan, bizchilik yeyolmaydigan ne odamlar bor. Nima degan to'la jadal bu? Qo'shnilarimizning hammasi bizning jaqto'ydi-ku. Dad so'zlitdi da. Ajrat og'in. Hey! Jep jinimga tegding-a? Berib shuningga tegmabsan. Ha, tugima qanda. Ola, ma balani al. Men mushu uydan chiqib ketsammi bo'ldi-ku? Chiqmam, oshlarning qishig'la. Bu satorak kes. Yo'qol ko'zimdan. Kötü qasqiningni. Nega borsan bor? O'zim zalla. To'g'ri, bir obdan bor edi. Siz bo'lmasangiz yashamayman To'lqin. Isit, sendek qaraq kechga nimishqim tekkandimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom bolam. Qanaqa ahvoling? Ha? Obdan turdingmi? Ha? To'lqin, boshqa tursan, biror ish bo'lmagandi. Ha? Gap qila? Tursunka, burun bilmabdi ekanman. Ota-onamning sizning qadringizga mana endi yetyapman. Bilet epsetibmi bu oilani hech qamdiyolmadim. Men endi qanday qilishimni bilmayapman Tursunka. O'z vaqtida bizning nasihatimizni anglamading. Mana endi ziminingning tang yerimi qarz egalarining qo'liga o'tib ketdi. Ilgari ot hunarni pes ko'rgan eding. Mana endi qarang'i bozorda poyez belti ilib setib, bayonkeşlik qılıbatsan. Hey, maqara. Aramni ko'nglim ko'tirdi-yu, balanni ko'tarmamda. Mana hunar degan tugimas buloq. Ha? Balam, elam bo'lsa-mu, aqlingga kel. To'lqin maqara. Poyez biletini arzon ilib, qimmat setib, vaqtincha foyda ko'rganda qilgan bilan, buning chatig'i to'la ish. Eng yaxshisi o'zingga ömürlük nantipiyigidek biror ishning peshini tut bo'lamdi, ha? Tursunka, men endi qanday qilsam bo'la? Maqara To'lqin. Sen avval bozor kuzat. Sen qilish ko'zing yetkidek ish bo'lsa, biz bu qarab turmaymiz-da. Ha? Ya bo'lmasa biror og'inangdan qarz so'rab turasan. Mayli. Bo'lmasa shunday qilay. Bo'ladi. Ma'qulamsa. Pishtiring o'z yana kelgin. Men qaytay. Uyingga non elib ol, ha? Men ananne uyingga birib bolalar bilan choy ichasan, ha? İşte. Yani ish pishtiring o'z tatinmay kel, ha? Bo'ladi. Rahmat Tursun. Ma'qul. Xo'sh emisa. Xo'sh. Fa. Qani adash choy icha. Choy ichcha.
Tatinmay ağaç o'tiringlarmisa? Rahmat. Shunda qilib, ishchimlikka berilib ketdim degina adash. Nima amal bor deysa, ag'ina. Turmush dedi. Bir ish qilay desam, qo'lda dasmoy yo'q. Shunga Voy, tilingni chaynamay, gaping bo'lsa tatinmay davamamsa. shu pul bo'lsa ozroq o'qita olay degandim. Pulning ishimidi? Choy ichgach o'ltirib tura. Adash, bo'lsa shunda qilsak bo'ladi. Shug'inisi pulni bankka qarorli qo'yib tutganman degina. Boshqa og'inlardan so'rab turamsa bo'lmasa. Mayli hamsa. Sizlarni avor qildim. Hech qisi yo'q. Men mang'ay. Xo'sh hamsa. Birdam o'ltirmamsa? Ya bo'ldi. Rahmat. Vaqtingiz kelib turasa. Ha. Elim mo'zdozni o'yib gap qilmay turib bermayotgan xo'sh bo'ling. Kiyim-kechaklarimni hammasi mo'dada qolgan kiyimlar. Bu uyda oxiri o'ltirsan-ku meni. Assalomu alaykum Tursun. Va alaykum assalom bolam. Qandaq? To'lqon, bugun qandaroq qopibsan? Yaxshi. Akşam dükkandan aldığın mes yitip kaptı sen. Dükkandaki balalar kılıvatkan işini taşlap koyup seni öyünge apırıp koyuştu. Ha? Şunu kılık mı? Kaçan mı bir adem bolan sen? Bilmabdim. Ezibdiman Tursunka. Bundak yaptı o ne çıkıttım anlagan ben. Boptu. Bundan keyin dikkat kılasın. Kandak? Remontçılık olsun kıttırdıgan buldun mu? Men shu ish to'g'riliq kelgan. Yaxshi. Yürü. Dükkan verip paranı çeli. Gel. Ha. Gel. Aval sıknadı çay iç. Kagan gepni kendi işimiz. Senize. Bakın al. Al. Aras. Ale, mavu 180 köp pulken. Az olsun o dükkan gerekli saymalarını elip remontçılık qilib turasın. Ha? Rahmat sizga Tursunka. Haceti yok. Arak içmişsen o sendek yaxşı adam yok dey balam. Lekin sen bu arakni içip alsan